Salam, nativallar, hoş gelipsizlar. Biz birinci mehmanı kütüp alaylımı? Tayyorliginglar bitdimi? Qiynamsa, ekran qarayli. Yaxshimisiz ko'rmanlar, men Aqsu Onsudan kelgan YouTube channelingizga salom. Men bu yerda turgan 8 nafar qizga hurmatimni bildiraman. Hamda o'zim ustida to'xtalay. Men bu yerga 24 yoshga kirdim. Kasbim mashrumatchilik, qiziqsam sayohat qilish, otinish. Bu yerga kelishimdagi maqsadim o'zimga mos kelgan umrlik hamrohimni tepish. Qani, Yusufjon. Yaxshimisiz ustozlar, yaxshimisiz qizlar. Men Aqsudan kelgan Yusufjon bo'laman. Xush kelibsiz Yusufjon. Siz programmamiz qatnashgan alohida Aqsudan keldingizmi? Ha. Demak, turishlik o'rningiz Aqsu. Aqsu Onsuda. Aqsu Onsuda. Agar ko'nglingizga yaragan ham sizmi yaragan jo'ra topganingizda Aqsuga olib ketish o'yingiz bormi? Avval qarayman da. Qapqalsiz qapqalamsiz Urumchida. O'zim o'yga akasam bo'ldim, nayt asan. Erkin xushmanding'a. Xo'sh qani, sahnamizni tarvaz qiling enin. Marhamat. Siz savol so'rasangiz bo'ladi, qizlar sizdan ixtiyor qilib savol so'rasin bo'ladi. Avval qizlardan keladi. Qizlar kelsinmi? Bo'ldi, qizlar. Yaxshimisiz? Siz elchi programmamız kelganingiz cho'nglar bilamdi. Bo'ldi. Bilamda. Masalan, siz mishayat ko'nglingiz yoqqan bir qizdan epchib kelsangiz, to'y tayyorligingiz bitib bo'ldimi? Yoki qanchalik vaqtdan keyin to'y qilmoqchi? Hamda o'zimiz ancha-muncha tushunish bo'lgandan keyin bir nechadan keyin qilamiz uni. Qanchalik yoki 5 oymi, 6 oymi, 1 yilmi? 5-6 oy olsun bo'ldi, 1 yil olsun bo'ldi. Aldırsang onu baldır qilsak bo'lar. Qanchalik tez tushunsak, shuni tez qilamiz-da. Shu. Yaxshimisiz? Siz müş elçi programmasiga kelishdan burun elçi programmasini ko'rib boqqanmi? Ha, bekor bo'lgan vaqtlarimni ko'rma, ba'zilarini atlab ketdim. Buni apam ko'rib ekan bu sahnani. Andan keyin sen bir berib boqsang bo'lmamdi debdi. Shundan men o'zimni o'ylagan. Shundan keyin aloqalashib keldim. Siz şu jarayonda müş elçi programmasida qatnashgan qizlar qandayroq ko'z qarashda bo'ldingiz, qandayroq baho bergingiz keldi? Birlaringizga yuragi bor ekan. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizning ko'nglingizdagi qizlarning obrazi qanday? Masalan, chiroyi, bo'yturqi va xizmat jihatda. Chiroyi normal bo'lsa bo'ldi. Endi bo'yingizdagi mamlakatdan o'sib bo'lar, ya mendagi pakavasini bo'lardi. Menda egizib kes bo'lmaydi. Sizda egizib bo'lmaydi? Ya. Sizning bo'yingiz qancha? 1.80 kilo. O'g'ir bo'yda ko'rindi ekan demakchi. 1.80 da ko'rinmay qoldimi? Ha, menda pakada ko'rindi. Chiqib tanishib boqamsiz, qolsangiz. Ma'qul. Siz o'zingiz necha kilosiz? 1.72 m. Undaq bo'lsa 1.80 kelib qolgan ekan. Yeniga chiqqandan keyin egizligini his qildingizmi? Ha. Yaxshisiz-mi? Agarda siz tanlagan qizlarning xizmat mush Urumchida bo'lib qolsa, o'g'an qalay qaraysiz? Bunun ko'z qarashi qarab boqaman. Buni o'tkash imkoniyat bo'lib qolsa, o'tsak bo'ldi. Agar uni o'tkash imkoniyat bo'lmay qolsa, o'zimga o'tsam bo'ladi. Onda siz sol qiz bola uchun Urumchiga keladigan bo'ldingiz-ku. Urumchiga kelamsiz u vaqtda? Ha? Men yoqsam, men yoqsam kelmay qana qilmayman. Xili shiz ekansiz, juma. Rahmat. Yaxshisiz. Sizni so'rab baqsam, sizning kelgusiki jo'ringiz, hamda shirkat xo'jayinini yaxshi ko'rib qolsangiz yoki u qiz sizni yaxshi ko'rib qolsa, siz qanday qaraysiz? Qo'lishmanda uni. Kuchimiz qo'lishmay yaxshi ko'rib qolsa. Siz ilgari qanchalik qizlarni qo'g'lishib baqqan? Birlama. Qanchalik vaqtda ma'qul degan javobga erishgan? Yaptilar ma'qul gapirayotgan men. Kesgansiz-a? Undaqda Zubayda so'rab beqma xo'jayin qizni qanchalik vaqt sarf qila? Sal tasga to'xtab qolamki, oz kamida 6 oy. Oz kam 6 oy. 6 oy vaqt ketmaydi menga. Qanchalik vaqt ketadi? Qo'g'lashsam 3 oy vaqt ketadi. 3-4 oy. Masalan, qanday qo'g'lisiz? Bu maxfiy unda bo'lmaydi. Kunda mashinamni bir yana buzib qo'ysizdan ki, kunda kelmay remontxonaga. Remontxona kelsa, ishda qilish keraksa kunda. Akildiganlar.
Bu Kunda ko'rishdan fursatni yaratish uchun. Ha, to'g'ri. lekin bu kasbiy axloqqa ziyodqu. Chunki mashina toz Odam shaxsiyat chiqildi. Ha. Odam shaxsiyat chiqildi. Chuqum Lekin uning bexatarligiga kafolat qilishingiz kerak-da. kafolatga ahvolatini buzib qo'ymoq. Vaqa chiqmaydigan qilib buzib qo'yamsiz. Alimalum odam shaxsiyati keladi deydi. Shu remontchilik kasbi bilan shug'ullanadigan bu inimning o'zi qo'llaydigan qizning mashinasini pat-pat buzib qo'yishi aqlga muvofiqmi? Endi u endi yoshlikda azroq shundoq saranglik bo'lmasimi, yoshlikning tozalik tuztami kelmay qoladi. Yoshlikda asosiyatdan qarshi tarafning bexatarlik, o'zining bexatarligiga zahma qilmagan ahvol ostida ma'lum darajadagi saranglik menimcha bu yoshlikning bir go'zal tarbiya deb qaraymiz. Shu bu nuqtada o'yinimizning ashda qilaman deganni shaxsan qo'llaymiz. Yoshlikda, saranglikda qilmaydigan ishlar yo'q-da. Yaxshimisiz? Necha yoshga kirdingiz? 24. Siz odatda tantarbiya kiyimlarini kiyamsiz. Mani to'yda ko'nglim bo'lmasa odatda kiymayman. Tantarbiya kiyimlarining ishtonlarini pushqin tortib kiyishni kiyamsiz yo o'zi asli bo'yicha kiyishni yaxshi ko'rasiz? Asli nusxasini. Anki yana bir savol so'rab boqay. Siz suv uzalamsiz? So'zish bak ustaman. Bak ustaman. Ama siz qiz do'stingizni odatda shu so'zish ko'lchaklarga olib so'zdirib kelish to'g'ri ko'ramsiz? To'g'ri ko'rmanda uni. Uning ko'ngli va uning o'ynash keldi, so'zish keldi. To'g'ri ko'rish shunday qo'ya. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz odatda saytda qachon yaxshi ko'rasiz? Soatda qachda? Ha. Yo'q. Rahmat. Yaxshimisiz? Sizningki shu to'y ishingizga, masalan, siz uylanmoqchi bo'lgan qizga ota-onangizning qanday bir talablari bor? Bundaroq bir qizlar bo'lsa, bo'ldi deydigan shartlari bormi? Menga yarasli bo'ldi. Ha, sizga yaraslam ota-onangizga gap yo'q shunaqmi? Faqatlam shart yo'qmi ota-onangizga? Shart yo'q. Ota-onangiz bilan kelgusi jo'ringiz haqida paranglashib boqqanmisiz? Ularning ko'z qarashicha menga yarasli bo'ldi. Uning boshqa talabim yo'q. Ben yalnız yaşavatım 6 yıl oldu. Çoğunlardan ayrım yaşavatım. Ola öyde ben şerifçiden giyim. Öy ayırıp çıkıp aldınız mı? Kesip üçün. Evet. Şerifçinde bu kaldım. Öyde kaçlık vakitte bir kayıt alaysınız? Kalsam kaçarla kaçsam buldu. Kayıtından da bir kayıt alaysınız? Kayıtından da bir kayıt alaysınız. Ondan sonra öy yakın boğan ki öyde durup işleşini oylaşmadınız mı? Müstakillikni yaxshi ko'rgansizda? O'zim yolg'izlik. Yolg'izlikni yaxshi ko'rasiz. Yolg'iz yashaydilar. To'ydan keyin ko'nalasizmi? Shu hozir yolg'izlikni zirkash uchun keldim deydi. Bo'ldi. Endi qizlardan bir ig'iz savol so'raylik, sizga keldi navbat. Shu o'g'illarningki, har qaysilarning ko'z qarashinglar baxsam, o'g'illarningki qandayroq yurishni yaxshi ko'rsatadi. Yürüştürüş olsa şu pakiz, retlik kiyinip yürüse şu. Kiyinish jihat. Kiyinish jihatdanmi? Ham dediki o'ziga xos bir uslubi yasash nimalari bo'ldi-ku. Ashtaq yarashtirib, kiyimlar moslashtirib kiysa, pakiz retlik bo'lsa bo'ldi. Mening nazarimda. Menimcha o'zi rahat deb o'ylagan kiyimni kiysa yaxshi ko'rma. Undan oqmayki kiygan bolalar bir xil yuraklarim dup-dup ketadi. Oqmay kiygan bolalar hamroq. O'ziningki badan supta qarta kiyim kiyish yaxshi ko'rma. Masalan, ba'zi semiz bolalar bormish ko'ylak degani tirsit kiyib oldi, miya ochiq, miya etik. Bir xil bo'g'im-bo'g'imlam tishdidalik quritdaklamchu. Men unda faqat yaxshi ko'rmayman. Anandan uruq bir ishtonlarni kiyib oldi-ku, unda bolalarni faqat yaxshi ko'rmayman. Bu ozoda semiz bola ozoda kiyimlarni kiysa, uruq bola men uruq deb endi qaramas, shunga nisbatan o'zim badan supta qarta kiyim kiysa deb o'ylayman. Tashqi qiyofatga bek diqqat qilmaychi. Bo'lib o'g'illarning har qanday vaqtda so'ringa qarta kiyim kiyishga deb o'ylayman. Masalan, bundaq cho'ngroq bir tipik so'rinlar bo'lgan kostyum kiyimlarni kiysa, yarashtirib kiyimlarni kiyib olsa, modaroq yasansa deb o'ylayman. Ana lekin biz masalan tomoqlarga chiqqanda, odatdagi yo'qlarga chiqqanda rahat tipiki yundon shiylar deymizmi? Ana tantarbiya kiyimlarini kiyib yursa deb o'ylayman. Ana lekin cho'qim ratli kiyimlarning ranglarini moslashtirib kiyishini umid qilaman shu. Yaxshi, sizning bolangiz bo'lib qolmabdim jumoni. Osmo ya, nima degan o'lcham, nima degan. Bolam ma ishtining bilan ma maykanga yarashdi. Yo'q, opa, on kiyma. Yo'q.
Muş yarıştı. Ya bu seyşembe bunu kiysen olmaydı o. Çarşamba günlük maykanda bu. Ben şu asasen şu an kostyum giyip yürgen balan yaxshi ko'raman. Masalan, hozirgi mush qiyofatdakmi? Amishda qiyofatda. Endi siz xohlagan bir qizdan bir savol so'raysiz. Opchi savol so'rashga endi ruxsat yo'q. Kimdan so'rab baqsiz? 8 numaralı mayarım. 8 numaralı mehmon Zubayda. Tamak için yaxshi ko'rasiz. Ha. Sen qaysi tamak ustayın? Ben hamma tamoq usta, lekin mantini shu xemirni juğasam bugun asam atis pishidi shu. Qolgan tamoqlarning hammasiga usta. Xemirni yaxshi nim qilmayman. Bulduramamsiz. Buldirmayman. Ochig'im yomon o'xshaydi shu qilgan bek kuchli qilibdiman. Lekin cho'mir ochiq yomon qizning xemiri tez bo'ladi deydi. Qaraganda ochiqingiz yo'q o'xshaydi. Ochig'im yo'q o'xshaydi. Qolgan tamoqning hammasini qila olaman. Sen siz so'rab bakayım. Navada siz tanıgan yigitninki uyi Aksu'da. Men de turay oldu. Benim uyum Aksu'da. Eğer işimiz şeyden kol tutalım. Ben size Aksu'da ektimeye etsem sana karayım. Toydun ki. Toydan keyin mi? Endi men uyda yolg'iz birla bala, onun ustiga mening opam yolg'izchu. Mening dadam kichigim to'yib ketgan. Men hargiz opamni bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib boshqa ketamayman. Olib ketishga to'g'ri kelsa, ma'qul ko'rsangiz, opamni tang ilib ketsam deyman. Bunisi Urumchida xilang deyman shu. Bayatın su üzüşkü pek ustamen dediniz. Kaç yaşınızdan başlap öğrengen? 8 yaş vaktim o, 7 yaş vaktim o aşında. Özünüz öğrengen mi? Ya ki mahalledeki özünüzün çoğurak akıllarınız öğretken mi? Soğuk taşıvatkan benim. Kim o? Aşı mahalledeki şu an arkadaşlar. Tuncu kıpkamam siz yaxşı. Şu benim bir gün aldım o. Onundan başka yan kandak hevesleriniz var inim. Atının eşki adetini taşka yazısın var. Bizden pek obda benim. Ondan olsa qaysi fursatlarda hamda ko'proq ot minish mashg'ulot qila olasiz? Seyahat chiqishga yaxshi ko'rmam. Seyahat chiqsam chuqum at voyaga chuqum borman. Şey berib meni. Atning o'zini mi yaxshi ko'ramsan yo shu atning minishni yaxshi ko'ramsiz? Beqishni yaxshi ko'rman, minishni yaxshi ko'rman. Demak atning o'zini mi bir xil yaxshi ko'rsan? Ayvallanishida. Men to'liqsiz o'qigan chaqlarımda uyda batdi. Sen o'ydatma. Ha. Keyin biz bilmeydiğin, sen bildiğin, yoki mındaq ko'pincha odam bilmeydiğin, ammo sen bildiğin at to'g'riliq bir tushunib baqa, at minish to'g'risida ya. Atningmi men o'ylayman, atningmi bir odamga o'xshashdir, hissiyat bo'ldi-chu uningki. Odam qancha qo'rqqan sari at shuncha odamni yeklaydi. Qancha o'zining ko'nglida o'ylaganini atga bundaq ko'ngil ifodalab, at bilan qancha yiqilish olgan sari her qancha o'sal at bo'lsinmi, qabul qildi. Şuna yeni yaşlılar atık çıkan vaqtda atın öldürüp geçişin sebebi anındaki korkuş hissiyatını atın his kıla alğaçqa atını bir kılmağın korkuşunu qabul qiladi, yaqinlik emas. Hazır çoğunlar sizni to'yga nisbatan aldırtış tuyg'usidimi va yoki o'zing qara qaysi vaqtda Kepanlığa vaqtimda aldırtıp qo'yib bo'lmaydi boshqa vaqtda. Aldırtıp qo'ymaydi. Biz boshqur planladik. Ayolingni boshqursinchi seni deb o'ylaydi ekanda. Men balning kichik bo'lgan demak, enslamdagi ya odatda qiz vaqtida o'qigan yoshda so'ng qildim. Kuniga 10 qatim qo'shim, 5 qatim so'ng qildim. Xil ko'pkan-a? Bu telefon qilgan odam dadangizmi, opangizmi? Apam, dadam ancha payt telefon qilib ketmaydi. Masalan, telefon qilgan asosli deydigan gaplar qanday gaplar? Nima ish qilyapsa, tamoq yeydingmi degandek shu gaplarlar. Men u gaplarni anglab zerikmayman, telefon aytmam zerikmayman, shu aytgan telefon qilayman. Masalanga sizniki jurvatgan muhabbatingiz usulchi deyli san'at sohasida shug'ullandi. Sirtlarga chiq uyan qo'yg'il chiqdi. Siz mushta ahvollarda qiz do'stingizni qo'llamsiz? Qo'llayman-da, uni qiziqish tursa u. Agar uni to'sib qo'ysam, uni xo'shaligini to'sib qo'ygan bo'laman. Lekin ashuna aldirish vaqtida telefonlaringizni ololmay, uchuringizga vaqtida uchur qaytarolmay qolasiz. Ko'ngilda malli bo'lsam, qachonli vaqt bo'lsa, vaqt chiqsa telefon qildim. Masalan, ishimiz ham abay dedingiz qo'ydik, telefonni aplamayman da. Masalan, ishimiz gap talashib qilib, so'qishib qolsaqmi, men sizga telefon qilsam, telefon olmamsiz? Olma. Ilib nim deysiz? Sizniki bunu anlayman da albatta. Avval qatta gap qilmam deb.
Siz hozir necha yoshga kirdingiz? 24. 24. Yosh cheklimiz bormi? Qo'llaydan qizim. Cho'ng bo'lsin bo'laveramda. Cho'ng bo'lsin bo'laveradi. Qancha yosh cho'ng bo'ldi? 4-5 yosh bo'lsa bo'lar. Unda ish kasb bo'lmadi. O'zini ish ketsa, avval qarab boqamiz deb. Apangizdan so'rab kelibsiz-ku menga. Apam berib kelamsiz balam dedi. Berib dedi, men berib dedi. Qancha yoshli qizlar bo'lsa bo'ldi dedi. Opam deydi, sen yaqqal bo'lsa, balisi bo'lsa mayli deydi-da menga. İştanemden. Siz bir qiz bilan muhabbatlashyapsizda, aralıqda qiz do'stingizga telefon qildingiz. Telefoni tinchi dedi. Siz ash vaqtida avval do'stlik telefon qilib, qiz do'stingizni surishib qilamsiz yo darhol telefonni ichib o'tamsiz? Darhol telefonni ichib telefon qilmanda. Bevas ichib banki o'zingiz telefon qilamsiz? Shunday qilaman. Ha. Tushunishim. Balaning kichik ekansiz enim. Azroq ayttiraq mijozingiz bormi? Tarsaligim bor. Tarsaligimiz bor. Bu tarsalikni siz eng qila oladigan odam kim u? Opam. Apangiz. Uyda siz necha o'g'il, necha qiz? 2 o'g'il, 1 qiz. 2 o'g'il, 1 qiz. Qolganlar uyli ko'chaqda ko'p bo'ldimi? Hozir siz qoldingiz. Men qoldim. Endi sizning keyin to'y qilib qolsangiz uy ilish masalasida qanday o'ylaysiz? Qiz taraf bilan teng tirishib olsam demsiz yoki men olmanda uni. Cho'qim ashta qaraysiz. Cho'qim ashta qaraysiz. Bu jihat azroq mablag' yig'ib qo'ydingizmi yoki ota-onangizning qo'liga qarabsiz? Men og'am mashimning tangdan pulini opam o'g'liman. Opam yig'ib qo'ydi. Qancha pulingiz bor hozir? Taxminan 80-90 ming atrofida bor. Ali Malim, hozir Yusufjon cho'qim men olaman deb aytsa ko'rdik. Bugungi kunda cho'qim men olaman deyishmi xil osonga to'xtamaydi. Shunda. Ham to'y qilishning o'zida nurg'un sabablar bor, shundami? Buningda biz ba'zi fiziologik sabablarni biz o'tkazsak bo'lmaydi. Garchi biz belki uch holatda fiziologik ehtiyojlarni olmasakmı, ammo hammamiz ko'nglimizni bilamizki, bir ayolning to'y qilib, to'y suftining yaxshi bo'lishida albatta ayollik turmushi, fiziologik turmushi intayin muhim o'rinda turadi. Hem fiziologik turmuşun, ayollik turmushining sufti nimaga bog'liq bo'ldi desa, erning o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liq qoldi. Mesela Yusufjon men olaman deganning o'zi bir er kishi demak shu o'yinni men olaman deb mindset kirib chiqadi ekan. Demak bu Yusufjon ham har qanday vaqtda o'zining ayolining yanında bir xil o'ziga ishongan zishin holati tura oladi. Ammo biz Yusufjonning bu xil erkeklar xos jasoratini, ro'yini biz albatta madhiyalashga, tavsiya qilishga tamoman bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Endi inim siz suv uzishga nait usta, at minishga nait usta davatsız. Şaraitimiz bo'lsa, naq maydonda bir at mingan mahoratingizni ko'rgan bo'lsak, suv uzgandagi mardonligingizni ko'rgan bo'lsak, bek yaxshi bo'ladi. Endi qizlar ko'rsatadigan ham qandaqroq bir alohidligingiz bor. Alohida oqsuv, o'nsudan kapsiz. Qizlarga sovg'a ustida bir alohidligingizni taqdim qilib baqsangiz-chi. Men shu qo'pol ishlarni berib qo'yganman bu yerda. Qilamiz uni. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, qizlar bilan davomli paranglashishni xohlamsiz yoki qizlarning chiroqni o'chirayotgan yoki saqlab qolganligini sanab boqandik. Qizlar bilan davomli paranglashishni xohlamsiz yoki qizlarning chiroqni o'chirayotgan yoki saqlab qolganligini sanab boqandik. Men buyruq berib qo'ygandek ish bo'ldi-ya. Qizlar o'zligidan o'z ixtiyori bo'yicha chiroqlarni o'chirib yetib qoldi. 24 yaş meningcha chiroq o'chirilib yetib qolsa, bak mayuslanadigan yosh emas. Shundaqmi? Chunki sizning hozir qalbingizning chiroq o'chirilgani yo'q. Faqat sahnadagi bir necha chiroq o'chirildi xolos. Sizning yana davomli kelgusidagi jo'ringizni izlash musofangiz to'xtab qolmasin. Eng muhimi inim, qarshi tarafga nisbatan talabingiz ham qarshi tarafning sizdan kutadigan tuyg'ularni ko'proq izlanib yiqing, tahlil qilib yiqing. Bo'lamdi? Endi siz bu vaqtingizda men xotirlardan bir savol so'rab beray, ya.
Ko'pincha ahvol ostida biz varislik huquqi degan gapni anglaymiz. Masalan, farzand bo'lganlar ota-onamning mol mulki va yoki topgan taginiga varislik jihatdan biz birinchi qatorda turamiz deb o'ylaydi. Endi qanday ahvol ostida ma'lum bir kishining varislik huquqi bekor qilinadi? Əxlaq qanun dasturunun varislik bölügüdə şu varislik qılğıcıda tövəndiki əhvallardan biri kırılsa varislik qilish huquqidan mahrum qılındı deb aniq belgilangan. Bunun da birincisi şu varislik qılğıcı miras qaldırğıcını qasdan öldürgen bolsa. İkincisi şu miras alış yüzünden başqa varislarni öldürgen bolsa. Üçüncüden endi şu miras qaldırğıcılarni qavlığan, tashlab atgan qilmishi ig'ir bo'lgan bo'lsa. Undan boshqa şu vasiyatnomalarni tiqib olish, o'zgartirish, yushirib qo'yish, yirtib etish qatorliq qilmishlar ig'ir bo'lgan bo'lsa. Undan boshqa şu aldash, tahdid silish vositalari bilan başqa varislik qiluvchilarni o'zgartirish, miras qoldirgan doiradagi mazmunlarni o'zgartirish, qistash yoki şu mirasniki qonun bo'yicha odil bir qilishiga ig'ir to'sqinlik qilgan qilmishlar bo'lsa, varislik qilish huquqidan mahrum qilindi. Bo'ldi. Rahmat Batigulada. İnim Yusufcan, endi tunji ta'sirning hayotda nurg'un odamlarga har xil tuyg'ular ato qilishi aniq. Siz sahnaga chiqibla kimning o'zingizga qanday ta'sir qildirganligini, sizga ta'sirning kuchliroq bo'lgan kishining kim ekanligini bizga aytib berib chiqib ketsangiz bo'ladimi? 8 numurli xo'jayin qizman, Zubayda. Xo'jayin. Men deyqa xo'jayin qiz sizni yaxshi ko'rib qolsa degan misol bilan esda qoldim ekan desam. Yo'q. Gapi bilan emas, turqi bilan esingizda qoldimi? Yo'q. O qizniki gaplar bir xil keskin-ku. Keskin. O'zimmi bir xil ishtik mijoz bo'lg'achqa, shunga. O'zingiz ishtik mijoz bo'lg'ach, keskin qizlarga nisbatan qayliqingiz bor ekanda. Ha. Bo'ladi. Güzel aslimingizni Aqsu Onsuga ilib keting enim. Xohlasangiz tayyorligingiz tutgan degani kelsangiz bo'ladi. Mening o'sha Alimalimni so'ragan bir savolim bor-ku. Bu savol kallamni turvatqili 2 yil bo'lib qoldi. Lekin hech qanday odam to'g'ri javob bermadi bunga. Buni mendan bir odam so'ragan. O'sha odam yeyish uchun yashamdi, yashash uchun yemdi. Yeyish uchun yashamdi, yashash uchun yemdi. Ham buni shu bizning doimiz Mavzudun degan gap bu. Nima deganda biz yeyish uchun yashmaymiz, yashash uchun yeymiz degan. Nurg'un odamlar yeyish uchun yashaydi. Bu odamlarning ko'pinchisi yeyishni, moddiy dunyoni bundosh bo'lgan vaqtda o'zining hayotining nishoni qilib olgan. Mavzudun nima degan desa, to'g'risi biz yeyish uchun yashmaymiz, yashash uchun yeymiz degan. Demak, cho'g'in nimasi yashashning asli maqsadi yeyish emas. Yashashda ma'lum bir muddao bo'ladi, ma'no bo'ladi. Dunyoga sen o'zingning vaqodin kelmaysan, bu dunyoga yeyish uchun kelmaysan. Sening yashashingning ma'lum bir muddaosi bo'ladi, sabab bo'ladi. Sen shuni urindash jarayonida hayot qilish uchun yeysan degan. Shuna bu savolingizning javobi bayat degandek, biz yeyish uchun yashmaymiz, yashash uchun yeymiz. Qayl bo'ldingizmi? Qayl bo'ldim. Yodingiz tutib oldingizmi? Ha. Bizga qayl bo'lishdan bakrak esida tutib olish muhim ekan gohida. Qayl bo'limiz-yu, unutib ketib qolsak, yana bir kunlarda mushundaq bir savol, mushundaq bir ishlarga duch kelganimizda gangrab qolamiz. Eng muhimi esingiz tutib oling. Rahmat enim. İşleriniz oңushli bo'lsin, kasbingiz ilgirlash bo'lsin. Xohlasangiz markaziy shahar Urumchiga kelib yashab, kasbingizni ro'naq topqizing. Xohlasangiz o'zingiz yaxshi ko'radigan suyimli bir janonni yurtingizga elib, mukammal bir oila qurib chiqing. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh. Mening bu sahnaga kelishimdagi maqsadim o'zimga bir muvofiq kelgudek loyiq izlash uchun kelgan. Endi
Özümün köngülgülüğünü dedim, kızların köngülgülüğünü bildim. Kızlar gerçi çıraqni o'chirayotgan bo'lsa-mu, bundan herkes meslenmeyman. Davamlı turda öz yöремni özleş üçün tirishman. Mijazim tarsaroq deb qaragan Yusufjonmi bizning sahnamiz uchun bir aslimaga aylandi. Amaliyotda hammamizning qalb beg'imizda bir tüp daraxt bo'ladi. Uning ismi aslima. Bu daraxt meva berganmi va yoki ayni vaqtda sulashganmi, bu faqat o'zimizga ayon. Qizlar, naqsha anglamdik. Ustozlar, ko'rman do'stlar, birlikda naqsha anglaylik. Qani qizlar, ekran qaraylik. Ikkinchi mehmon zodi kim? Сәлеметсіздер, экран алдындағы барлық көрермен қауым. Менің атым Думан болады. Қазір Үрімжі қаласы әзіл ортасы, яғни Лызай Жанфаңның бір мүшесі болып жұмыс істеймін. Қазіргі жұмысымды жақсы көремін, ары қарай дамытқым келеді. Менің әдетте саяхаттауды және музыка аспаптарын жақсы көремін. Бұл жолы елші программасына келгендегі мақсатым өзіме лайықты, бір ниеттегі, ойымыз бір жерден шығатын бойжеткенге жолығу. Мүмкін болса өмірлік жар болып қалуын үміт етемін. Qani, қазақ қайрандышымыз Думанны сәхнемізге тәклif qilamiz qizlar. Ойбай-ай. Ей, қайдан шығып, бошылай ма? Ойбай. Не? Жақсы ма? Ой, мақұл болады. Тішлік ма қызлар? Жақсы ма? Ой, бәк шырайлық кен ғома қызлар. Саламатсыздар еме мұма? Саламатсыздар еме? Сәлемет. Ай. Сіз Думанның момысы ма? Мен момысы. Анау, мен чо мұхаббат табай деген. Сіз бұлай yok. Yok. Бірсіден сұрасам, мүшеге кесен мұхаббат тапса дейді. Анды кекегентім. Әлим алымлы ба, әрләдің? Қана? Әне. Ой, бәк чырайлық чөй екен ғо. Құтыныңыз ба мы yok? Ба мы yok? Апла, құтыны ба екен әмінеміз қылмыз. Ай, болмаса, біріңлі орын беріңлі мен мүшеде тұрай. Бірі чал көре. Көрді, чалла көрді. Момайла көремді. Көрді. Ай, қызлақ, маңға бере әмді мен мүшеде тұрай. Bir momay kese at gitip bu meni. Momay at gittim de buvay mı? Buvay. Ay mau 65'ke geldim. Gepim yaxşımız. Ma kızcak orun boşasa bolam da. O kızcak neyge bardı? Hem de yaşı ko tapıdı ko. Hem de men vakit bektiğiz. Hem de kanca jil yaşayma okumayma. Ay muma, ballarınız koşuldu mu? Koşuldu. Hemiz müşege jiberdi koy ma o. Kandaqraq buvay tapsan buludu deydi. Əlim oğlandak buludu manga. Yaşırak ma o. Salamatlık yaxşı bolsa boldu aynali. Yaşırak bolsun mu? Kança geldiniz? Ali'nin ayalı var da ekan. İşke algı bolmaydı. Bolmaydı. Portugaldan qat'iy qarshi. Hammamiz qarshi. Сәлеметсіздер. Men elchi programmasına kelgan ikkinchi nömrli jigit bo'laman. Avval men kiyimni almashtirib jiberayin, so'ng keling. Vay, Duman. Buldu. Qani. Aslimi qo'yniga tushsak, bizning dastlabki sonlarimizda bir jigit chiqqan. Agar qizlar ko'rgan bo'lsanglar yodinglarda borki, ma holatda bir chiqqan. Biz ikkinchi qitim qozoq jigit Dumanni bu holatda uchratdik, ha. Bu bir güzel aslimi bo'lib qoldi. Chunki jigitlar o'zini yengib qo'rqmasdan o'ziga jang e'lon qilib turib, ayollarni tahlid qilib sahnaga chiqishni qaror qilishigimi xili cho'ng g'ayrat ketdi. Qaraganda Duman bugun qizlarga nisbatan xo'shallik olib keladigan bir yigit. Qizlar Dumanni aytib ochiq yo'riq yigitgan, o'zinglar ixtiyor qilgan savollarni so'rsanglar bo'ladi. Duman chiqib bo'lguncha biz Portugaldan bir savol so'rab baqaylik qizlar. Portugalda biz odatda hukumat igidorligidagi uy degan gapni anglaymiz. Arzon ijorlik uy degan gaplarni anglaymiz. Mushundaq uylarga farzandlarningki varislik qilish huquqi. Bundaqcha aytganda, bundaq uylar shu shaxsdan miros qoladigan ishlar bo'lamdi. Oldilar miros deganda
o'lib ketguchi, ya'ni shu miras qoldirguchi, o'zi hayot vaqtida erishgan shaxsiy qonunliq o'ziga tava mulk ondan miras bo'ladi. Endi bu hukumat uyi dedik, endi bu hukumat uyininki igidorlik huquqi, bir taraf qilish huquqi hukumat o'rnida bo'ladi. Endi bu hukumat uylarini odatda shu hukumatimiz shu iqtisodiyot ig'ir qiyinchiligi bor. Turalgı jihatda turalgı o'tiradigan uy yo'q. Bu jihat qiyinchilik bor. Bu shu fuqarolarga ishlatib turish uchun, o'ltirib foydalanish uchun bergan uylar bu. Unda bo'lgandan keyin endi bu yerda bu hukumat uylari miros doirasiga kirmaydi. Shunga hukumat uyini vasiyat qoldirishga bo'lmaydi. Setib chiqarib etishgan bo'lmaydi, ha? Endi buni boshqalarga setishga o'z oldiga bir taraf qilish huquqi bo'lmaydi. Faqat shu uyni bergan o'rindanki ruxsat qilish ostida foydalanib, ishlatib tursa bo'ladi. Qani, endi Tumanni sahnamizda yana bir qitim kutib olaylik. Жақсымсыз. Жақсымсыз. Сәлеметсіздер, құрметті елші. Программасына келіп отырған барлық экран алдындағы осы бойжеткендер, жүргізуші және мұғалім кісілер өздеріңізбен кездескеніме қуаныштамын. Өзім атым Думан, Құлжадан, биыл 30 жастамын. Думан, неме кәсіп білән шұғылынысыз? Мен әзір мына Үрімшіде Лызай Жанфаң деген чөмек онсыда баян шыққадек етот күлдіргісі. Рол алды екенсізді? Рол алдымыз. Дойыннан сөз оқысаңыздар табасыздар Лызай Жанфаң деп, менің көптеген етотларымды көре аласыздар. Аш мұмайланың әміз сіздің, ә? Мен. Адетті мұмайланың ролын аламсыз, яке башқа ролларын аламсыз? Başka rolda var. Özüm jigitlerning. Ondaqda bizning elchi programmasini bundan ilgari ko'rganmidingiz? Bir ishkush san ko'rib baqqan. Bak yaxshi ekan, aniga keldim. Apangizga dedingizmi? Dadangizga dedingizmi? Hammasi biladi. Qo'shildimi? Qo'shildi. Xo'sh, boshlaylik. Qizlardan savol so'rasangiz bo'ladi. Qizlarmi sizdan so'rasa bo'ladi? Ma'qul. Ama kızcaktan bir savol so'ray deb turman. Boş vaqtlaringizda nima ishlaysizlar? İşten sirtqi vaqtlarda nima hevesinglar bor demoqchi-ku? Odatda men ishdan sirt vaqtlarda kino ko'rishni yaxshi ko'raman, suzishni yaxshi ko'raman, andan keyin bazaynishni yaxshi ko'raman. Siz? Odatda men ishdan sirt vaqtimda asosiyatni uydagilarga hamroh bo'lishni yaxshi ko'raman. Nimishkasi odatda aldirish bo'lgan keyin, ashtamilish vaqtlarimda uydagilarim bilan ma'nili ishlarni o'tkazsam deb o'ylayman. Ben adette birkaç vaxtlarımda to'liq grim qilishni o'rganadigan videolarni chiqarib ko'raman. Andan keyin tamoq etadigan ashtaq videolarni ko'raman. Salomatsizmi? Salomatsizmi? Men odatda uyda ishdan sirtqi vaqtlarda shu uyda o'zim yaxshi ko'rgan tamoqlarni etib yeyman, andan keyin kitob ko'rishni yaxshi ko'raman. Anda muzika anglayman. Qozoqcha muzikalarni anglayman, yaxshi ko'raman. Ağırmaydı çürük. Ben başka bir nakşı kaptım. Bir kublet edip yere ya. Arman adastırmay meni koya dur жалған Qoşağımda bana jaya dur Jürek seni saklay almadım Ömür aldadın sen meni tağıp aldadın. Yaxshi aytdimi? Yaxshi aytdi. Salomsiz be Duman. Sizni ko'rib quvonib o'tirman. Men de quvonib o'tirdim. Men uyda bekar vaqtlarda sol negizi oldinda qarbolas bo'lgandagi жұмыстарымды мей bo'g'laman. Rahmat. Duman, Gulbiyamo bizning elchi programmamizga qatnashib atgan chiroyli qizlarimizdan biri. Gulbiyaning millatimi Qozoq millatidan. Mening bir taklifim bor. Agar ishkanglar xohlasanglar,
Қазақ халқының dаңлıq bir usuli var. Qara jurğa deydigan. Qara jurğa. Agar xohlasanglar ikkinglar maslashib bizib o'ynab berishni mumkin bo'lamdi. Gülpiya bilan arina mumkin bo'ladi. Mushta turgan qizchaqlarmi birga biz bilan birga bileklarimiz kelsa chiqsanglar bo'ladi. Ikkinglar o'gitinglar. Biz maslashaylik. Bo'ladi. Agar bugun qara jorg'ini qo'ymagan bo'lsak, men bizning qizlarimizning bunchalik iqtidorli ekanligini bilib bo'lmas ekanman. Hammanglar bek chiroyli o'yindinglar. Duman, Gulpiya ham boshqa sevimli sing'illarim hammanglarga rahmat. Xo'sh, Duman, endi qizlar bilan fikr almashtirsangiz bo'ladi. Sizlardan qo'yadigan so'roqlaringiz bo'lsa qo'ysangiz bo'ladi. Kimsiz? Siz G'o'ljidan dedingizmi? Ha, men G'o'ljidan. G'o'lji nerede? G'o'lji Kunas. Kunasdanmi? Ha. Hozir Urumchi turamsiz? Ha, Urumchi. Uyingizdagilar sizning Uyg'ur bilan to'y qilsangiz qanday qaraydi? O kishilar muhabbat degan o'ltqa, yoshga qaramaydi, o kishilar tushunadi. Endi sizlarning qozoqlarda uyingizga masalan ishkimiz to'y qildik, berib masalan bir qoidalar bor, go'shtni kesganda boshqa muhim bilganlarga boshqa narsani nimalarni olib beradigan, bosh tarafni kesib beradigan bir qoidalaringlar bor. Men uqmay qilib, masalan, men boshni yaxshi ko'rmay, men yemaydim desam, uyingizga xafa bo'lib qolsa qanday qilasiz? Endi sizning yegingiz kelmay tursa, men o kishilar bilan imkonlashmay so'zsiz yevetish kerak bo'lsa men yevetish. Ma'qul. Tushundim, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uyg'ur qizlar bilan muhabbatlashib boqqanmi? Yo'q. Muhabbatlashib boqmaganmi? Ammo sizlar odatda shu to'y qilsanglar qiz tarafga pulni beramsizlar yo bo'lmasa kala degandeklar qo'shib beramsizlar? Qarshi taraf endi nima olsa so'ni beramizlar. Nima? Mal olsa mal beramiz, pul olsa pul beramiz. Siz Uyg'ur qizlar bilan to'y qilishni o'ylashib baqdingizmi? Endi muhabbat to'g'ri kelib qolsa bo'ladi. Bo'lamdi? Bo'ladi. Masalan, to'y qilish jarayonida hamda masalan ba'zi bir urf-odatlarimiz bor, cho'nglar hamda buni tushundim. Hamda mush tarafdan sal kelishamaydigan ahvollar bo'lib qolsa, buni qandayroq bir hal qilsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylaysiz? Masalan, qiz tarafga bakrak hurmat qilgan asosda to'yini shu asosda qilamizlar yoki o'zinglarninki urf-odat bo'yicha ashaqtiroq qilsak bo'ldi deb qaramsizlar? Aqllashib bir ketga kelamiz. Maslahatlashibmi? Ha, maslahatlashib. Uni endi bir ketga kela olaymiz deb o'ylayman. Muhabbatimiz to'g'ri kelgandan keyin. To'g'ri. Hal qilib bo'lmaydigan ish yo'q. Ikki taraf bir-birini tushunsa, o'zaro hurmat qilsa, eng muhimi har ikki taraf urf-odat jihatda bir-biridan hozir olsa, qo'llasa, qabul qilsa, menimcha hal qilib bo'lmaydigan ish yo'q. To'ylar go'zal bitib keladi. Sizdan bir narsa so'rab boqay. Sizlarning yiliqi bo'g'irsoqlar bek o'xshaydi-ku. Siz ash bo'g'irsoqni yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'ramsiz. Ayki yiliqidek qurut deydi, suzmi deydi, ash narsalarni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Men undan bilasiz qo'y. Shu qarasam shundan chiray shuni so'ragandim. Shu. Rahmat.
Осы сенің көңіліңде, жүрегіңде кейінгі жарым, мәселен, қандай болса болады деп ойлайсың? Bir-birini түсінетін, әрі бір-бірін қолдайтын, әрі бір-бірінің кемшілігін, артықшылығын бетіне басып айтпайтын, өмірде сыйласымды, сырласымды өткен қызды жақсы көреді. Егерде бұл қыз бала өте еуші болып жоғары деңгейде тұрса, сен оны бірақ өте жақсы көресің. Сонда қалай оны? Мен қыз баланың немесіне қараймын. Қыз бала әмде yaxshi көріп тұрса, әмде тырышып, шо деңгейге шығышқа тырышымын. Онда сенде қар баласы, о қыз балада қар баласы болса, сонда үйге кім қарайды ең артында? Мисал. Яны сол сөз, мұхаббат yaxshi болса, әл қылмайдыған мәселе жоқ. Жарайды, рахмет. Рахмет. Siz bir qız olduna жүріп, туған вақыт ұйғыр қыз білән жүріп қалсаңыз, siz қазақ тілді сөзлейсіз, о қыз ұйғыр тілді сөзлейді. Ешкімлердің тіл бірлігі болмай қалды ғой, бәзді нем қып қалса, siz о қызға çoğum қазақша кеп қылса деп талап қоямсыз. Яқ, үйгенгісі келсе үйгітіме. Үйгенгім кеме мұш тілді кеп қылай берей десе, яна құрмет қылма. Онда siz ұйғырчы кеп қылсыз. Muhabbet için. Menimcha hamda ikki taraf uyg'unish kerak. Kimdan so'raysiz? Gulpiyadan so'ray. Bir uyinda puli bor, mashinasi bor, biroq o'yinpoz. Bak chiqib o'ynaydi, ayolga yaxshi qaramaydi. Bir yigit. Yana bir yigit ayolga yaxshi qaraydi, hammasi yaxshi, biroq turmushi normal bo'lsa qanday qaraysiz? Bunda mening tangdavim ол ойынпаз болама, қанша ақшасы көп болама, менен түк қатысы жоқ. Ол ойнай берсін, ал мен болсам осы маған қарайтын, маған күйенетін, ешқандай қолында дүниесі болмаса да, екеуміз кіріс тапсақ та болады деп, сол қарапайым мен сүйетін жарымды талдаймын. Рахмет. Думан, сіз қайсы қыз жігіт? Пулы ба аялыға қарамайдыған му? Нормал. Ayalını yaxşı görüdüğün, aileni yaxşı görüdüğün mu? Kengisi. İkincisi mi? Siz qanday kızını yaxşı görürsünüz? Ben birdimi deyə almayım, qanday kızı yaxşı görüdüğümü. Hem de kepimiz bir yerden çıksa, oyumuz bir yerden çıksa, mümkün so yaxşı mıken de öyle. Nayt addi ibare bilen ifadeli Duman'a. Oy xiyallarımız bir yerden çıksa, birbirimizni hürmetlesek, düşünsek. Әмді бұл мұшу Думан енім, сіз бір толымы сүйімлік бір бал екенсіз. Сүйімлік, құшқой бал екенсіз. Шәндіңіз бұл әкепімді? Шәндіңіз. Сіз тіпейлі бүген менің мұшу қазақ халқығы болған яқшы көрішім, сіз тіпейлі бір дәреже қазақ халқығы болған яқшы көрішім бір дәреже көтерелді. Başqacha bir xil tuyg'uga, başqacha yana bir daraja ko'tarildi deydi. Demak, buning o'zidan meningcha aytganda sizda bir xil faxrlangidek nurg'unlagan sifatlar bor ekan. Men dastlabdilam Duman degandilam, men yaxshi ko'radigan bir naqshchi bor, Duman deydigan. Siz balkim buning naqshini anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu dangliq naqshchi. İsmіңізділам ашу ядым кәген, баяттыңқы сіздің параңлышыңыз, азады параңлышыңыз, әң мұймі кішіләні азады қылалышыңыз. Сізлән параңлышқа адамда азадылық ес қылыды. Бұл деген, ондақ атты талант әмәз. Нұрғын адамла кішіләні азады қыламайды. Шуңа бүгінгі сәхнедекі сіздің барлық бізге бәғіштіған құшаллықыңыз үшін sizge men şahsen öz namım bilen teşekkür ettimen. Bundan keyin do'yiningizga men cho'qim güvenju qilaman. Rahmat. Siz men güvenju qilgan tunji odam bo'lib qolsiz. Duman, Ali aytgandek, menmi Qozoq qarindoshlarni bek hurmat qilaman. Chunki biz ishlayotgan muhitimizda har millat do'stlar bor. Xanzu millatidan bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Qozoq millatidan bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Mo'ng'ul millatidan, Shira millatidan, hamma millatdan bo'lgan qarindoshlar bilan biz
çoğ ishxonlarda ishlaymiz. Bir-birimizni tushunamiz, yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, yo'l qo'yamiz. Bugun sizning kelganingizdan men bek xush bo'ldim. Rahmat. Chunki siz Ali aytgandek bizga ozodlik tuyg'usi olib keldingiz. Sahnamizga xushallik olib keldingiz. Endi mening oxirgi bir talabim bor, agar qabul qilsangiz. Endi biz Uyg'urlarda to'y bo'lganda dasturxon ochadigan odatimiz bor. Qozoq qarindoshlarda bormi? Bor. Qozoq qarindoshlarda dasturxonni yoshqa cho'ng odamlar ochamdi, kim ochadi? Bayan men kelganda mo'maylar ochadi. Mo'maylar ochadi. Bugun to'y bo'ldi deylik. Biz Gulbiyaning to'yini qilaylik. Siz bir mo'may bo'lib dasturxon ichib qo'ygansiz. Dasturxon och deganni qozoqcha nima deydi? Qozoqchada chashu, jirtis deymiz. Jirtis? Chashu? Undaq bo'lsa, bugun dasturxon ichib qo'ygandik. Mo'maylarimiz şu yerdeki yaşlı en çoğu mo'maylarimiz mesela kilitler. Ey kokomaynalarım toy kutlu olsun. Yekiz baxtlı olsun. Uyubayay. Baxtlı bolunglar. Uyubay kotos. Bayandı bolunglar. Kelingler osbarlıklarına çıkıştı olsun aynalayımlar. Kim filinglar? Toy kemtigi yig'iz deganlar. Kelingler aynalayımlar. Ay ana kişilerge şaşmaymiz mı? Tanıştık oldu. Dinleyen çıraylık ibarlar, baxtlı bulunlar, dişinlar başı olsun ballarım, aileler mehkem olsun der. Demek nurgun ortaklık varken. Biz Uygurlarda mı? Çoğlarımız şundak yaxşı dileklerini tilep, farzandlarının peşanısını suyup, kucaklap, yeni ailelik ustudu. Şu yeni ailede mehkem turup kalsın diyen arzularını kılışıdı. Undaqda biz Duman qarab baqaylik. Siz uchun sahnamizda bir chiroq yangan holatda turibdi. U bo'lsa biz to'lim yaxshi ko'radigan go'zal qozoq qizimiz Gulbiya. Endi elchi sahnamizning qoidasi bo'yicha siz Gulbiyaning oldiga berib chiroqni o'chirasizmi bo'ladi. Agar ko'nglingiz bo'lsa, maylingiz bo'lsa, Gulbiyaning qo'lidan tortib sahnamizga olib kelsangiz bo'ladi. Gulbiyaning qo'lidan tortib sahnamizga olib kelsangiz bo'ladi. Mübarek olsun. Rahmet. Gulbiya, Duman sizga qanday ta'sir berdi? Endi mening demoqchi o'g'lim shu abay qilman Dumanga qo'ygan so'rqim shu. Men 是一个特别好强的女孩子， lekin Dumanning mijozi qarasam eg'ir besiqga. Shunga bu Semiya ustagandan keyin ikimizning mijozimiz agarda bir xubi bo'lib tursa, o'sha Semiyani texmi yaxshi o'qib deb o'ylayman. Agar ishqimizmi gapimisak bu Semiyada gap chiqmaydi. Urushimiz ya gap chiqmaydi. Abayt miyag'izni qarasam shu Duman eg'ir bes men shoq bo'lgandan keyin bu gapqa vaqtda men jim o'tatsam bo'ldi. Men gapqanda bu jim o'tirgan ho'ka. Shunga mening o'ylashimcha endi yaxshi bo'lib ketsak, bir umr bir-birimizni siylab o'tatindek ko'zim jetib сөйтіп түсініп отырмын енді жақсы болайық енді сол бағанағы кәмпит шашқан секілді баяғы рахмет agar xohlasanglar ishqinglar bir-biringlarni haqiqiy yoqtirib uylanish guvohnomasi ilib to'y qilsanglar biz hammamizni to'yga chaqiringlar bag'aq beringlar biz to'yinglarda qara jo'rg'ini sizlar bilan birga o'ynashni xohlaymiz rahmat sizlarga sovg'alarimiz bor oldi bilan biz ko'zimiz qiymay uzatish oldida turgan chiroyli qizimiz Gulbiyaga Şinjan Maxtumsular Xalqaro savdo shirkati uchrashish sifatida bir dal oltin uzuk tayyor qildi. Qabul qiling. Rahmat. Qani Duman o'z qo'lingiz bilan bering.
endi ashib taqib qo'ysang shin. So'ng aytaman mendagi cho'qin sekildi qilmaysinmi endi buni? Qanday taqaysiz? Misol o'rtirib taqamsiz? Ha, o'tirib. Qanday taqaysiz? Kechiring. Ha, og'zingdan ayt endi bir-ikki so'z. Mushu ishkush elchining ishkush programmasini ko'rdim. Oldin qatim sizning ana aytib chiqqaningizni ko'rib, men o'zimda sizni unutib kelgan bo'latimman. Dal o'yimdagidek shiraq qoldiribsiz. Rahmat. Baxtli bo'ling. Rahmat. Olsun. Endi Aqko'ngil bizga bakmi yaxshi ta'sir qoldirgan qozoq yigiti Duman'g'imi ko'ngil so'g'itimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Albag Xalqaro savdo cheklik shirkatining zamoniy markasidagi to'yliq kiyimlardan bir tal ko'ynak. Rahmat. Endi buning toni bor, kostyum birlikisi bor. Endi buni qaysi vaqt ala olaysiz desangiz, agar ishqinglar o'linish guvohnomasini elib to'y qasriga qadam qo'yganda Albag shirkati zamoniy markasidagi kostyum birlikini sizga to'yliq sifatida sovg'a qiladi. Uningdan boshqa Şinjan Argu Xalqaro savdo cheklik shirkati ishqinglarningki sayyohga berib kelish sayohatinglarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Transportini o'z ustiga oladi. G'olji gultaj yemak, ishmak ishlab chiqarish cheklik shirkati bo'lsa, to'yinglardagi dasturxonlarga tizilgan barliq ichimliklarning rasxotini o'z ustiga oladi. Rahmat. Qara jorg'ini qachon o'ynaymiz? To'yda. Sen yog'ni berib kelaylik avval. Ha, ma'qul. Gulbiya, sizga qiyamay qiyotiman. Adam mamnun shu, rahmat. Qo'lim tegsin-da. Ishqinglarni xushallik bilan uzdingiz. Sizlar uchun xush bo'ldik. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Elchiga rahmat. Agar xohlasanglar, atrofinglardagi do'stlaringlarga yetkazinglar. Elchi sahnasi har millat do'stlarimizni, jo'rsiz bo'ytaqlarni qarshi oladi. Rahmat. Rahmat elchi programmasiga rahmat. Rahmat sizlarga. Qani qizlar, alqish Sizlarni baxtli bo'linglar. Xo'sh, rahmat. Xayramsa. Xo'sh. Mushu elchi programmasini ko'rgili ish kursam bo'ldi. Gulpiyani ko'rdim. To'ng'ish chiqqanda naqsha chiqdi. Undan keyin gapni chinni aytsam, mushu Gulpiyaga kelgandim. Naq o'zim o'ylagandek bo'ldi. Endi men bunda o'ylamagan, shiraq qoldiradi deb, shiraq qoldirgandan keyin bak xush bo'ldim. Rahmat sizga. Endi men Duman'ni taldaganдағы sebep mening minezimмен Duman'ның minezi kelishетін секілдіміз. 我是比较好强的一个姑娘， Duman 呢是一个稳重的一个男子，所以呢，我觉得我们两个的这个性格方面，我觉得可以互补一下。这样子呢，以后在未来的如果能成功，是吧？走到那一刻的话，我觉得这个家庭会更加和谐。所以我就给 Duman chiraqni olib qo'ydim. Endi感谢mushu Meyran elchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat. Ana altın tuzgunda paqrab ketdi. Shu sekildi yurgan yo'limizda usti paqrayversin. Rahmat. Yana bir go'zal aslama qarchig'imizni qatgan surat kabi bizga yodgor bo'lib qoldi. Programmamiz boshlanganda aytgan edim. Biz o'zimizni qochirsaqmi, gohida yinimizga kelib oladigan, tuyg'ularimizni bahashlab oladigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu aslimada. Duman bilan Gulbiya biz uchun go'zal aslima. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdorligini Şinjan o'zchin yemaklik cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni G'olja Gultaj yemak ishmak ishlab chiqarish cheklik shirkati alohida qo'llagan. Şinjan Berganaz Xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Şinjan kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati elchini ajri bilan ishlagan.
Qizlar, sizlar javob topdinglar. Şinjan Bergenaz Xalqaro savdo cheklik şirkati hammanglarga ko'ngil so'g'is tayyorlabdi. Qabul qilinglar. Uningdan boshqa Şinjan Maxtumsila Xalqaro savdo cheklik şirkati so'ygu lavsuruqlarini sizlar uchun tartib qildi. Qabul qilinglar. Anlab turdim elçilerinin barg'inini. Qadrli ko'rman do'stlar, esinglarda bo'lsin, har haftaning ma'lum bir kunlari ishinglarni birov chekidi. Kim deb so'raysizlar? Elchi biz deb javob beramiz. Shu topning o'zida ishinglarning oldiga keldik. Mehmonimiz ishinglarni ichinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.